Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan marketing strategiyasi haqida gaplashamiz. Demak, mavzuga kirish. Marketing strategiyasi tushunchasi. Marketing strategiyasi bu korxonaning bozorda muvaffaqiyatga erishish uchun ishlab chiqargan uzoq muddatli rejasidir. U orqali korxona o'z mahsulotlarini qanday sotish, qaysi bozor segmentiga yo'naltirish va qanday marketing vositalaridan foydalanishni belgilaydi. Marketing strategiyasi korxonaning raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Raqamli marketing. Zamonaviy marketingda internet va raqamli texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Ijtimoiy tarmoqlar, qidiruv tizimlari va onlayn reklama platformalari orqali mahsulotlarni targ'ib qilish raqamli marketingning asosiy yo'nalishlaridan hisoblanadi. Marketingning korxona faoliyatidagi ahamiyati. Marketing korxona faoliyatida muhim rol o'ynaydi. U bozor talabini o'rganish, iste'molchilar ehtiyojlarini aniqlash va mahsulotlarni samarali sotishni tashkil etishga yordam beradi. Marketing orqali korxona yangi bozorlarni egallashi, mijozlar sonini ko'paytirishi va foyda miqdorini oshirishi mumkin. Bozorni o'rganish. Marketing tadqiqotlari. Marketing strategiyasini ishlab chiqishda bozor tadqiqotlari muhim ahamiyatga ega. Bozor tadqiqotlari orqali korxonalar iste'molchilar ehtiyojlari, raqobatchilar faoliyati va bozor imkoniyatlarini o'rganadi. Ushbu ma'lumotlar marketing qarorlarini qabul qilishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Marketing kompleksi 4P. Marketing strategiyasining asosiy elementlari marketing kompleksi orqali ifodalanadi. Product mahsulot, price narx, place joy, promotion targ'ibot. Ushbu elementlar korxona marketing faoliyatining asosini tashkil etadi. Bozor segmentatsiyasi. Bozor segmentatsiyasi bu iste'molchilarni turli guruhlarga ajratish jarayonidir. Segmentatsiya orqali korxonalar ma'lum bir iste'molchilar guruhiga mos marketing strategiyasini ishlab chiqishi mumkin. Bu esa marketing faoliyatining samaradorligini oshiradi. Marketing strategiyasining afzalliklari. Marketing strategiyasi korxonalarga quyidagi imkoniyatlarni beradi. Bozorda barqaror o'rin egallash, mijozlar bilan uzoq muddatli munosabatlar o'rnatish, mahsulot sotumini oshirish, brend imijini shakllantirish. Marketing strategiyasini amalga oshirish bosqichlari. Marketing strategiyasini amalga oshirish quyidagi bosqichlardan iborat. Birinchidan, bozorni tahlil qilish. Ikkinchidan, maqsadli bozorni tanlash. Uchinchidan, marketing strategiyasini ishlab chiqish. To'rtinchidan, marketingni rejalarini amalga oshirish va beshinchidan, natijalarni baholash hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, marketing strategiyasi korxonaning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida muhim ahamiyatga ega. Marketing orqali korxonalar iste'molchilar ehtiyojlarini aniqlaydi, bozor talabiga mos mahsulotlar ishlab chiqadi va raqobat muhitida o'z o'rnini mustahkamlaydi. Shuning uchun marketing strategiyasini to'g'ri ishlab chiqish korxona rivojlanishining muhim omili hisoblanadi.